Shuncha nerv va depressiyalardan keyin наконец-то pravomni oldim. Yana qaytadan pravo olganimda nimalar qilgan bo'lardim? Birinchi o'rinda test bilan vojdeniyani aralashtirmagan bo'lardim. Butunlay testlardan o'tib olgandan keyingina vojdeniyaga vnimaniyamni qaratardim. Va testlarda yodlashga emas, ko'proq tushunishga va kalit so'zlariga ahamiyat berardim. Men bir hafta o'qituvchi bilan butunlay shug'ullanib, ancha narsani tushunganimdan keyin 2-3 kun 4-5 soatlab uyda Intalim degan prilojeniyada полностью shug'ullandim. Testlarni yechdim va umuman xato qilmaganimdan keyin imtihonga borib, topshirib, bittada o'tib keldim. Testdan imtihondan o'tish uchun sizga hozirgi paytda avtomaktabdan sertifikat, meditsinskaya spravka va 1 600 000 pul kerak bo'ladi. Va testlar bo'yicha imtihonni topshirib bo'lganingizdan keyingina vojdeniyani o'rganishga o'tgan bo'lardim. Unda ham полностью instruktorga ishonmasdan YouTube, internetlardan pravilalarni ko'rib, o'zim ham o'rganib 100%. Keyin o'sha imtihonga borgan bo'lardim, chunki imtihon paytida siz uchun yangilik bo'lgan narsalar juda ko'p bo'lishi mumkin, agar oldindan o'rganib olmasangiz. Va hayajon bilan birgalikda bu juda ham qiyin kombo bo'ladi. Pravo olayotganda juda ham ko'p xatolar qildim. Men qilgan xatolarni bilmoqchi bo'lsangiz, yozib qoldiring, ikkinchi qismini qilaman va juda ham ko'p pul sarfladim. Bular haqida ham ikkinchi qismida aytib ketaman. Siz bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying.